hozirgi paytda eng qiynayotgan savol bolalarni. Ya'ni menga kelib ko'p savol tushyapti. Soqolni qanaqa o'stirsam bo'ladi yoki manaqa narsalar sursam bo'ladimi? Qanaqadir internetdagi g'alati bir videolarni olib kelishyapti. Achchiq tarozmi, qanaqadir narsalar, hech narsa kerak emas. Oke, menda chiqmayapti deydigan bolada ham chiqarsa bo'ladi. 98% odamda soqol chiqadi. Harakat qilsa bo'ladi. Men sizlarga shu paytgacha hech kim aytmagan bir dona haqiqiy sekretni aytaman. O'shanda xudo xolasa polni 100% gacha soqolingiz chiqadi. Faqat u ma'lumotni bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga plus qoldiringlar. Faqat men ko'ring qanchalik ko'pchilik soqolni xolayotganini hozir paytda qo'ymoqchi. O'shanga harakati bor. Men qanchalik o'sha odamlarning ko'pligini ko'rsam, o'shanga qarab xudo xolasa videoni chiqaraman. Lekin hammada chiqadi. Chunki hozirgi paytda ko'pchilik aytadi, "Men nima qil, dori'ni sur, u qil, bu qil" deydi, lekin glavniy narsani aytmaydi. Glavniy narsa. O'sha glavniy narsani sizlar qilishingiz kerak. Bo'ldi.